Bugungi mehmonimiz Maksimum jamoasi a'zosi. Keyin siz bilan Hammer, Malibu, Tracker katta mashinalarda yuramiz. Voy, Hammerda ham yuramizmi? Eng kichkinasiga sig'maysiz o'shaning uchun. Nimaga kamnamosiz? Ijod zo'r ketadi-yu. Endi kimdir ichadi, kimdir anaqa qiladi. Bizda shu Karachiman. Ober Rahmatullayev chiqqanda sahnalashtirilgan Bo'lib berilgan. Bizda masalan o'sha Davron Kabulov bo'lib bergan. Yo, siz hozir Novostroyka bilan shug'ullanyapsiz. Qurilish qilyapsizmi? Ya hali bor uni katta ishlaga. Qayerda? Assalomu alaykum hammaga. Siz Kapot Show'ni navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonimiz Maksimum jamoasi a'zosi, bloger, serqirra ijodkor Azimjon Muhammadjonov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni kapotimizni yonginasida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bemalol bizni kuzatuvchilarimiz bilan salomlashib olishingiz, ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Bizani kuzatayotganlarga, YouTube'da kuzatayotganlar yoki Instagramda kuzatayotganlarga barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Umid qilamizki, bu ko'rsatuvimiz sizlarni vaqtingizni o'g'irlaganiga yarasha sizlarga kayfiyat ulashadi yoki manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Albatta, siz bor joyda kayfiyat bo'lmasligi bu mumkin emas. Keyin siz bilan Hammer, Malibu, Tracker katta mashinalarda yuramiz. Voy, Hammerda ham yuramizmi? Eng kichkinasiga sig'maysiz o'shaning uchun. 2000 adashmasam 13 yoki 14-yilda Shumtakalar komandasidan taniyman-da, balkim undan oldin QDda ham qatnashgan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, qadada qatnashmaganman. Sizlardan kim qoldi hozir QVZda? Iskandar akam bor. Iskandar aka bitta. Mana sizga silka tashladim-ku bundan oldingi sonlardagi. Endi ko'rdingizmi yo'qmi bilmayman. Nimaga sizni taklif qildik? O'zini nomi bilan Kapot Show'da kamnamo bo'lib qolgan ijodkor do'stlarimizni, akalarimizni chaqiryapmiz. Endi kamnamo bo'lib yillar yo'q bo'lib ketmadingiz-ku, lekin ko'rib chiqdim Instagramda oxirgi marta 21-yanvar kuni post qo'ygansiz-da. Undan keyin O'zbekiston yutganda, ana unda ham video qo'ygansiz. Endi u emosiyada bilmay qo'yavergan bo'lsangiz kerak. Nimaga kamnamosiz? Ijod zo'r ketadi-yu. Ijod yaxshi ketyapti. Endi o'zi Instagramda o'zi aslida boshlaganim sababi shu zerikkanda, bo'sh vaqt bo'lganda hobbi qilib, o'sha kayfiyat ulashib turish maqsadida, shu miyadagi yaxshi ideyalarni qo'yib turish maqsadida boshladim. Men unaqa ya'ni da'vogarligim, voy men bloger bo'lib ketaman, qilaman degan maqsad yo'q edi. Endi ishlar ko'payib ketdi. Kichkina biznescha bor, shuni qilib, vaqt bo'lmayapti. O'zi da'voyim yo'q deyapsiz-ku. Ana men shoir emasman, ammo na qilay deydi. Da'vosi bo'lmay turib, hobbida, bo'sh paytida shunaqa qiziqib, nomiga qilganniki qanaqadir uchib ketib qoladi-da. Atalab qilgan payt o'xshamaydi. Nomiga yoki vaqt ajratib qilganingiz zo'r ketadi. Sizniki zo'r ketadi o'da. Begona odamlar ham, masalan, siz bilmagan odamlar ham menga aytishibdi, video olibsizlar, ana Azimjon bilan mana shunaqa zo'r chiqibdi deyshuvdi. Endi bu ana realniy fikr. Tanishlarimdan eshitganim. Xo'p, shunda Maksimum jamoasi nima bo'lyapti? Shunda konsert qachon keyingisi yoki nima yangiliklar agar sir bo'lmasa aytsangiz? Maksimum jamoasi bor, okalar bilan, shu komandadagilar bilan ko'rishib turamiz. Yo, u ham vaynlaringizga o'xshab bo'sh vaqtda yig'ilib, yo, bo'sh vaqt emas, o'zi plan qilamiz. Bizda endi bosh Ne'mat degan bilan Oybek ham asosan yig'ilib, choyxona qilib, ko'rishib, planlar qilib turamiz. Xudo xolasa planlar bor. Konsert qachon? Konsert rejasi bor o'sha. Xudo xolasa endi bu yilga men ulgurmasa kerak, keyingi yilga plan qilyapmiz. Xudo xolasa bo'lib qoladi. Bo'lib qolsa albatta baraka topinglar. Zo'r gap. Bo'lib qolsa albatta xabarni beramiz. Xudo xolasa e'lon qilamiz. O'zimiz ham baribir sahna boshqa, video boshqa-da. Videoda chiqqaningizni sahnadagi xumor boshqa, sahnaga chiqqan boshqa. Endi mana bunaqa deydi-yu, hamma har xil narsadan nima deydi? Kayf oladi. Qo'pol qo'yayotganda shunaqa rohatlanadi deydi. Endi kimdir ichadi, kimdir anaqa qiladi. Bizda shu sahnaga bir marta chiqqan odam, shu sahnani olqishini olgan odam ketish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun bizdan katta ustozlar ham, mana Mirkomil aka, Alisher akalar yoki boshqa bizdan ulardan ham kattalari hali o'sha yoshga yetgungacha chiqishganda. Nimaga? Ularga masalan pul qizilmasa, o'zlarining ishligi yaxshi edi, boshqa tutarligi yaxshi edi. Baribir sahna muxlislarni sog'inchi qo'ymaydi. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Chiqqisi keladi odam bir xillarda. Shu qizlarni ko'rganimizda
yoki boshqa konsertlarni ko'rganda odam chiqqisi keladi baribir. Shunaqa planlar bor, xudo xolisa. Endi sahnada siz o'zingiz aytmoqchi, misol uchun videoga olayotganda yoki boshqa video rolik olishda, o'xshamadi boshqatdan deyishingiz mumkin, lekin sahnada dubl degan narsa yo'q. Shunaqa jonli reaksiyani olish boshqa baribir. Million jamoasida ham ishtirokchi bo'lgansiz, adashmasam. Stop. Voy. Men tushunmadim. Nima qilyapsizlar sizlar? Nima qilyapmiz? Klip dedingiz, klip qo'yib beryapmiz. Klipda men mehr muhabbatni velosipedga bermaganman. Siz menimcha klipni yaxshi tushunmabsiz. Bo'lganman. Yoki faqat epizodda bir marta xolos. Biz yosh bo'lganmiz, shogird bo'lganmiz o'shanda. O'sha Mirkomil akalarga bizga endi Mirkomil aka orqali kirganmiz qiziga. Shogird bo'lganmiz. Endi millionga bo'lgan paytda birinchi konsertida o'shanda borib, qarashib, o'sha rekvizitlarga tayyorlanib, qarashib shunaqa chiqqanmiz, lekin asosiy rolida unaqalarda chiqmaganmiz. U birinchi konsertmidi? Birinchi konsert. Ulug'bek Rahmatullayev chiqqanda sahnalashtirilgan bo'lib berilgan. Bizda masalan o'sha Davron Kabulov bo'lib bergan, Bobur aka Tursunov, o'sha osmondagi bolalar o'shalarga berganlar. Mana 3 ta artist yoki 3 tami, 2ta edi shunaqa. Rayhon bor edi, adashmasam. Ulug'bek Rahmatullayev bor edi, Lola bormidi uni bilmayman. Xullas, mana shu klip qilib berasizlar, mana shunaqa deyilgan. O'shanda Ulug'bek Rahmatullayevga shu ideya qilganmiz, chiqqanmiz, o'sha velosipedda emas. Endi keling, sizga bekorga aytmadik. O'zingiz ham aytyapsiz, mana kamnamo bo'lib qoldik, bo'sh paytimda. To'xtang. Sizga suv quyib berishim kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Oling, yo'q, qo'limiz bilan. Keling, to'ldirib bering uni. Uni operator ichganda hali hozir. Hech nima qilmaydi. Bosaveramiz. Jaylari bolamiz. Oling aka kapochomizda. Bemalol. Siz uchun olib kelganmiz. Nima deyatdim? Kamnamo bo'lib qolganingiz uchun chaqirdik deyatdim. O'zi, xo'p, ijodda bo'lmasangiz, demak siz band odamsiz hozir. Nimalar bilan bandsiz? Yo siz hozir novostroyka bilan shug'ullanyapsizmi? Qurilish qilyapsizmi? Yo, hali bor uni katta ishlarga. Xudo xohlasa kichkina bizneschamiz bor, shu parfyumeriya sohasida atir sotamiz. O'zingizni brendingizni yaratdingiz, adashmasam. Tabriklayman. Omadingizni bersin. Rahmat. Qalay ketyapti biznes? Yaxshi ko'rsatmayman. Yaxshi ketyapti-ki, ijod qilmayapman. Shunaqa, yaxshi. Endi hozir kattalashtirish niyatimiz bor buni. Do'kon qilib, qilarlar katta. Hali endi meni o'zim profilimni o'zimni kuzatadiganlar bilishadi, nima qilyapman, qanaqa istoriyalarni bo'lishib turaman. Xudo xolisa, endi meni agar kuzatuvchilarim bo'ladigan bo'lsa aytaman, qilarlar katta. Hali juda ko'p manfaat tegadigan ishlar qilamiz. Hozir ulgurji dona dastavkaga ishlayapsiz, shunaqa bo'yicha. Bo'ldi, ana montajda shu joyga chiqarib qo'yamiz. Profilingizni keyin berasiz, qaysi adminingizmi yoki nima deydi, tashkil ish bilan shug'ullanadigan raqamni uni ham qo'yib qo'yamiz. Agarda kimgadir o'zingiz ta'rif bering, qayerdan keladi u, qanaqa u, nima u, to'g'risi men ko'rdim videoni. Endi ani jinniga solib, qayerdan nima demay, menda ma'lumot 5 talik ko'rdim, keyin Britaniyadan keladi deb eshitdim. O'shani o'zingiz to'liqroq ma'lumot bering, kimgadir qiziq bo'lsa, foydali bo'lsin. To'g'ri, balki bizning atirlarimiz Angliyadan keladi. Angliyaning o'sha atir moylaridan tayyorlanadi. Sifati premium, ya'ni endi men original deb sotmayman hech qachon. Mana yozishadi. Yozishganda ham originalmi, qanaqa, nima deganlarga men endi ishchi bor. Aytaman original dema deyman. Bir xilla bor-da, hamma har xil original deb arzonni ham sotib oladi. Biz original demaymiz. Lekin o'sha original bilan bir xil hidlari ham, stoykslari ham yaxshi. Originali bor odamlar ham olib, solishtirib ko'rish taki farqi yo'q ekan. Nabarot originalni qo'yib qo'yib, biznikini olib ishlatayotganlar bor. 70 ta dona shu atir bor hozirda. Biz boshida aslida 20 ta bilan boshladim. Endi asartim turib 20 ta bilan boshladim. Hozir 70 taga chiqarib oldik. Endi xudo xolisa do'konning harakati. Sizda shunda birinchi qo'lmisiz? Ha. Agar birinchi qo'l bo'lsangiz, kimdir shu kunlarda biznes qilmoqchi bo'lsa, balki optim olib, viloyatda, Toshkent shahrida farqi yo'q, bemalol aloqaga chiqib, mana shu raqamlarga. Bor, aka, masalan, o'zi aslida yaxshi tema ko'tardingiz. Masalan, optim oladiganlar bor Buxoro viloyatida. Sizdan olishadi. Mendan olib o'zi sotishadi. Buxoro viloyatida, keyin Termizda bor. Ozvodiyda bitta aka bilan gaplashyapmiz, u ham mana olaman. Xudo xolisa. Agar qarang, o'sha aka bilan o'xshamasa, menga aytsangiz, yo, to'g'risi, agar nima teshib chiqadi. Xudo xolisa bu yaxshi-da. Yaxshi siz orqali kimdir oilasini tebratsa, o'sha qora qozoni qaynab foyda ko'rsa, bu yaxshi. Shunda qarang, sizda donaga ham, optimga ham narx bir xilmi? Yo'q, har xil. Boshqacha qilib berasiz unda narxni yana. Gap yo'q, zo'r. QVZda ham
3 yil oldingi sezonda Pozitiv komandasi qilib chiqdingiz. Ha. 2 sezon qatnashdingizmi? Bitta sezon. 1 sezon. Bittada finalga bordilar. Shunaqa. Tug'ildi-yu, Shunaqa. yo'q bo'ldi komanda. Lekin finalgacha bordilar. Hali menimcha uncha komanda bormagan, birinchi chiqishda. Adashmasam TBT borgan. Bizdan oldin TBT chiqib chempion bo'lgan. Birinchi yilida. Ha, o'sha yili tashkil qilinganmi? Shunaqa adashmasam. Ha. Adashmasam, yana bilmadim, lekin ular ham bitta sezonda prorif qilib, sensatsiya qilib chempion bo'lgan. Ha, zo'r. Finalda ham hech kim ularni o'ylamagan. Men ularni o'ylardim, oldindan Navoiyda afandiligiga borib, o'sha yerda qatnashib yurib, qatnashib yurardi. Prosta TBT bo'lmagan. Ha, aynan. Ular hammasi menimcha har xil jamoada bo'lgan. Chunki Saman ham boshqa komandada bo'lgan, Ma'ruf bilan Sunnat aka adashmasam bitta komanda bo'lishgan. Shunaqa yaxshi. Nima gap o'zida, tinchmisiz? Yo, siz mendan so'ramang. Endi men sizdan so'rashga chaqirganman. Hozir endi o'ylanib turibman. Bitta o'yinimiz bor, qiziqarli. Endi rozi bo'lsangiz zo'r bo'lardi. Chunki majburlab o'yin qila olmaymiz. Bitta o'yin o'yladim. Hozir adashayotgan bo'lsam meni kechirasizlar. Stanislavskiyning gapi bor ekanda, o'sha sahnada miltiq turgan bo'lsa, seans payti u otilishi shart, undan foydalanish shart deyilgan ekan. Endi bizda mana suv turibdi, bundan ichdik. Yana ichamiz. Bu pecheniyni shirinliklarda bekorga olib kelganimiz yo'q. Xullas, hamma bilgan odam erkimda rasmini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilyapmiz deb. Telefon qilasizda yeb gaplashasizda. Sizga reaksiyalar yo'q, doim shunaqa gaplashasizmi? Yo'q, gaplashiraman. G'alati tuyuladi-yu odamga. Qani gaplashaman buni? Xohlagan temangiz bir 2 minutmi, 1 minutmi gaplashib bersangiz bo'ldi. Futbol haqida gaplashamiz? Sarvarga qilaymi? Millionligi Sarvar. Ha, mayli. Vaqti bo'lsa gap. Kakras kecha. Yo'q, kim ko'tarsa-da. Kakras kecha Bavariya bilan Chelsea bo'ldi. Biz guruhamiz bor-da, o'zimiz o'zaro. Chelsea. Ha, u Chelsea. 4-1mi? 3-1 bo'ldi. 3-1. Kecha Uzur aka deb yozib yubordi. Kakras hozir telefon qilib, tinmasdan yeb. talqon olib kelmabsiz-da. Yaxshi zo'r bo'ladi. Bu talqondan ham yaxshi, talqonni yeysiz, keyin bunday qilib g'alati ko'rinadi-da kameraga. Vrachga telefoni jiringlayapti. Sarvar telefonga javob bermadi. Endi Umar aka qilamiz. Umar aka qilamizda komanda bormi chiqaman deyman. Qog'ozaga. Umar aka, ustoz, xafa bo'lmaysiz. Haddimiz sig'ib ozgina telefon qilib gaplashamiz hozir. Eng katta yeng nima? Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. O'yindaman, ko'raman men. Qayerda? Ha? Ha. O'yindaman. Bo'ldi. Qog'ozda o'tiribdilar. Xullas, Sarvar telefonga javob bermadi. Umar aka o'yindaman deb aytishdi. Qog'ozda ekanlar. QVZ hali saralash davom etyapti. Demak, biz kimga qilib ko'ramiz yana? Sardor Zakirov. Sardor Zakirov. Aktyor. Pul topdim deb haddan oshib ketmanglar. Bo'ldi, telefon ko'ring. Keyin qarang, ani rostmolg'am Sardorning shunaqa prinsipi bor ekan, Telegram ishlatmas ekan. Yo'q, umuman ishlatmaydi. Shunaqa odamlar ham bor. Qarang, umuman yo'q, ishlatmaydi, umuman Telegram Foydasi yo'q. Ketdi qildik. Ket. Ko'targandan keyin yeyman. Yo'q, yeyavering, rozimiz. Mashinada ham bor, kapotda bor yana. Ma'lumda. Edimjana? Yo'q. Nimaga? Tinchmisan? Tinch, rahmat. Nima Ben uyga dedim. Ko'rib bo'ldi. Nima? Ko'rib. Alo. Alo. Nima yutib o'rgansan? Bo'ldi. To'g'ri gapiring. Baka. Ha? Klip bordi. Nima qilishim kerak? Sen tushuntiraymi kamerani? Bak bu dinle. Ovqatlanib olib keyin sigara yasab ketaver. Yo, yeb gapirib vaqtimiz oz bordi. Kim pichirlayapti yoningda? O'sha klip maker dinlar so'rang. Ha, klip bor. Ani nogiron bo'lgan klipini ko'rib, yoqib qolibsan. Nima bo'lgan? Nogiron bo'lgan klipim bor. Yorqin xo'jan klipi. Alkash nogironmi? Ha. Endi
Ko'rra rolini o'ynab berishim kerak ekan. Yoningdagi televizor shuni. Kimsiz? Gaplashavering aka, gaplashavering. Tanishingiz. Bilmayman, vodiyli bitta restoran ekan. Nech pulli? Oldin ko'ring, ssenariyni o'qib ko'ring, kashflatishgan. Nech pul berasiz? Kelib, tanishim dedingiz, kelib bersin. Men aka 800 qilib beraman dedim, borim. Ssenariyni o'qib ko'ring, keyin aytaman. Va, uni o'yini ovoraman u. Bir qolib olmadik shu. Ular bitta qo'rmalarni olib beraman shu. Uçağı koydular yanına. Ha, bo'ldimi? Ha, bo'ladi, yetadi. Ozgina bo'lsa ham asabiga tegdik, ha. Ha, bildi-ku. Aka, Bekor pichirladim-da, eshitilmaydi deb o'yladim. bo'pti gaplashamiz, syomkada edaman. Telefon qilish kerak edi kimdirga. Senga qildim. Narsa yedirishtirib turasiz ko'p. Yoki boshqatdan qilaylikmi kelishib? Bo'pti, Sanjar akam, Ko'rishganda aytamiz, ya. Salomat, ha, bu. Bo'pti. Sog' bo'ling, rahmat Sardor aka. Rahmat, ha, bu. Rahmat sizga ham yo'q demasdan shartimizni qizitib berganingiz uchun, ishtirok etganingiz uchun. Yana bitta qiziqarli o'yinimiz bor. Endi u o'yin emas, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, o'z ishini ustalarini aytib o'taman sizga. Siz ulardan o'zingizga yoqqanini, o'zingizga ma'qul kelganini tanlaysiz. Ketdi. Real yoki Barsa? Bavariya men faqat. Real. Real. Mirshakar Fayzullayev yoki Elmurod Haqnazarov? Elmurod Haqnazarov. Keyin agar xohlagan paytingizda izoh berib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz shart emas, u sizning tanlovingiz. 2017-yil chempion bo'lgan TBT jamoasi yoki keyinroq chempion bo'lgan Yangi yulduzlar jamoasi? TBT jamoasi. Million yoki Bravo? Ikkalasidan bittasini tanlang-da. Million. Cobalt yoki Gentra? Gentra. Bloger qizlarimizdan Xanna yoki Azoda? Ha. Blogerlik bo'yicha bo'lsa, Xanna. Nimasi bo'yicha Azoda? Ashulasi bo'yicha, qo'shiqchilik bo'yicha. Xanna ham yaxshi qo'shiq aytadi-ku. Ha. Aytamiz. Bobur Mansurov jamoasi yoki Mo'min Leaf? Mo'min Leaf. Nima uchun? Kuchli-da. Nisbatan kuchli solishtiryapsiz. Ya baribir talant jihatdan ham, mehnat jihatdan ham, fundament jihatdan ham Mo'minga kuchli deb bilaman, meni fikrim. Ha, bu bularning fikri. Hozir kuzatuvchilar tag'in masalan deb tajamanglar, o'zlarining fikrini aytyapti. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Dasturimiz nihoyasiga yetishidan oldin bitta narsa so'ramoqchidim, esimga tushib qoldi. QVZda mana shunchalik faoliyat davomida qiziq bir voqea bo'lganmi? Sahna ortida hech kim ko'rmagan. Turkiston yozgisida bo'lardi yarim finalda. Birinchi marta Shumtakalar jamoasi respublika bosqichida yarim finalga chiqqanmiz. Endi yangi kakmasa, men Sarvar, Tohir, Nuriylar shular bilan chiqqanmiz. Birinchi marta anaqada DJ-da Akesh bo'lgan. Yo Akesh edi, yo BKMda kimdir edi, xolos. O'zi ko'proq Akesh bo'lardi. Ko'p komandalar. Xolos chiqqanman, bitta joyim bor edi, nimadir deyishim kerak edi, tililing degan muzika bo'lishi kerak edi. Qarchi men mana shunaqa nimadir deganimdan keyin chiq qilib papkani ovozi bo'ladi-yu, papka ochganingizda zvuk eshitiladi. O'sha papka ochganda Shanardaga bunaqa voqea umuman o'zgarib ketib qolganmi? Ha, bunday qaraganman. Hamma joy men bildim qarab deganda. Papka ochyapti deganman. Hozir muzikani playlistga tashlab olsin deganman. Muzikani u playlistga qo'ymagan, sample. Ya undan ham qiziq voqea bo'lgan. Ha, qani? Shunday boya esladingiz-ku, anaqada yosh tomoshabinlar teatrida konsert berganmiz. Biletimiz 2000 so'm, 3000 so'm edi o'sha paytda. Katta pulda 2000-3000 ming. Короче, 400 ming mana hisob kitobim bo'yicha 400 ming olishim kerak edi. Gonorarmi u? Yo'q, общий, yani plyusdasiz 400 ming plyusda bo'lishingiz kerak. 200 mingni shu o'tirishga, konsertning shu o'tgandan keyin bolalar bilan o'tirish qilib, mana qilamiz. 200 mingni bo'lishamiz bolalar bilan. 20 ming, 30 mingdan, 40 mingdan bo'lishamiz hammamiz deganmiz. Короче, endi orqa razvedkasi общий bo'lganda, pul popkamda bo'lgan. Popkam ilib qo'yganman, anaqa qilganman. Chiqib qarasam, короче, ichida pul yo'q.
400 ming yig'ilgan Ha, lekin. 400 ming yig'ilgan, 200 ming yo'q. Ha. 200 ming turibdi. Ha. Voy bilan, men nima qilaman? Boradi bolaga yetib qo'yganman shunaqa qilib. Tashqariga chiqdik. Endi nima deyman, tushuntiryapman. Nurilar, Shohana turibdi-da. Endi ularga yetib beradi, ularga qiziq. Men to'g'risini aytganman, balki rost, balki yolg'on. Xullas kimdir shimon qilgan. Men qolib ketganman o'rtada. Ular mendan ko'rgan o'zi aslida. Balki hozir esdan chiqib ketgandir. Xullas bolalar deganman, 200 ming yo'q deganman. Hozir ketdik, aniq o'tirishga boramiz, o'tirish qilamiz deganman-da. Bo'ldi deganda, shunda orqamachasi yurganimda ikkita cho'nchakdan ikkita pochka bo'lgandi. Asli solib qo'ygansiz, esidan chiqib qolganmi? Yo'q. Masjidga solganman. Nani 200 ming pul ham yo'q olmasin deganman. Qolgan 200 ming. Ha. Cho'nchagimga solganman. Ha. Ular o'ylagan, ana 200 mingni ikkita orqa cho'nchagiga solib, qolgan 200 mingga o'tiradi. Shunday o'ylagan-da. Ha, bo'ldi, tushundim. Tushundingizmi? Ana qolgan 200 ming cho'nchagimga solganman-da, ketdi 200 ming yo'q. Xullas, mana 200 mingga o'tiramiz degan ma'noda gapirib, orqamga o'girganimda orqamda ikkita 200 mingni ko'rib, va o'ziga Keyin topilmadi, qidirmadingiz ham kimdir? Yo'q, topilmagan. Kapot Show dasturimizda navbatdagi son nihoyasiga yetib boryapti. Sizga ishtirok uchun, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat kattakon. Sizlarga rahmat taklif uchun. Kuzatuvchilarimizga aytmoqchimiz, keyingi sonlarda yana kimni ko'rishni xohlaysizlar? Chunki bu joy chegaralangan. Kapot Show'ni birinchi sezonini, ya'ni 10 ta ishtirokchimizni yo'q bo'lib, kamnamo bo'lib qolgan ijodkorlarga bag'ishlamoqchimiz. Yangi sezonda yana boshqacharoq formatda davom etadi. Kapot Show'si, shuning uchun aytinglar, tezroq yozib olinglar. Kommentariyada yoki mana Instagramdagi profilimizga yozishinglar mumkin. Kimni ko'rishni xohlaysizlar? Ijodkor do'stlarimizdan, akalarimiz yoki opa-singillarimizdan. Sizga yana bir bor kattakon rahmat. Ijodingizga ham barakasini bersin, anu biznes, savdoyingizga ham barakasini bersin. Bemalol xayrlashib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Kimdirga yaxshi bo'lgandir, kimdirga zerikarli bo'lgan bo'lsa rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xursandmiz. Har doim xizmatdamiz. Xudo xolisa ijodlar ham bo'ladi. Rahmat hammaga. Sizga ham rahmat kattakon. Shu joyini yana o'tgan safar aytganimdek qoraytirib qo'yamizda, olayman uni yeb olaylik. Bo'ldi. To'yaymi kompot?